Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Turli xil mishmishlar tarqalganidan so'ng Shahlo Alijonova ham jim turmadi. Ya'ni muxlislar tomonidan izohlar yozib qoldirilgan. Bu nikoh soxta yoki shartnoma asosida tuzilgan. Bitta farzanddan keyin nikoh bekor qilinadi. Ularning sevgisi haqiqiy emas. Ular shunchaki Instagramda baxtli oila xolos degan mishmishli gaplarga achchiq javob bilan murojaat qildi. Shahlo Alijonova shunday deydi: Men hayotimdan juda ham mamnunman. Turmush o'rtog'im meni juda ham yaxshi ko'radi va men bu sevgidan samolarda uchaman. Men sevgan insonga turmushga chiqdim. Meni oilamni boshqa muhokama qilmanglar, deb video murojaatini to'xtatdi. Haqiqatdan ham Shahlo Alijonova Instagramda ko'ringani kabi hayotda ham baxtlimi? Nima deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentariyada kutib qolaman.